Mana akalar голубой yil archamizda kichkinasidan so'raganlarga ham qizcha variantlardan kelgan, eng zo'rlaridan kelgan akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Toza italyanskiy variantda bo'ladi. Bu agada bitta ras bo'lib chiqadi. Yerga ular ekib qo'ysa bo'ldi. Italiyadan keltirilgan ko'katimiz голубой yil. Katta bo'lishi bilan oppoq holatda juda chiroyli bo'lib katta bo'ladi. Kimga shunaqa dekorativ chiroyli ko'katlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa etib ko'ramiz. 24 Mana akalar голубой yil archamizda kichkinasidan so'raganlarga ham qizcha variantlardan kelgan, eng zo'rlaridan kelgan akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Toza italyanskiy variantda bo'ladi. Bu agada bitta ras bo'lib chiqadi. Yerga ular ekib qo'ysa bo'ldi. Italiyadan keltirilgan ko'katimiz голубой yil. Katta bo'lishi bilan oppoq holatda juda chiroyli bo'lib katta bo'ladi. Kimga shunaqa dekorativ chiroyli